tarbiya darsimizda tarbiya metodi o'yinini o'ynaymiz. Hozir tarbiya doskada, yozuv taxtasida daraxtimiz elingan. Bu yerda harflarni olamizda. Shu harflardan bo'sh harf bilan keladigan tarbiyaga oid so'zlarni yo'qotib chiqamiz. Tayyormisiz? Ketdik. Asila. Tez-tez chaqqon. Shoh. Shohnur. Balandroq. Mehr, unisichi? G'urur. Vijdon. Haqlik. Barakalla. Aha. Nima ekan? Adolat. Barakalla. Ozodbek. Tez-tez o'qi. Nima ekan Ozod? Qaysi harfni olding? Rostgo'ylik. O'rnak va rostgo'ylik. Barakalla. Mana tarbiya fanidan tarbiya darsimizdagi tarbiya daraxtimizga nima? Tarbiya metodi o'yini o'ynadik. Va bu nima qilindi? G'urur, vijdon, poklik, rostgo'ylik, o'rnak, mehr, adolat, totuvlik so'zlari nima bo'ldi? Hosil bo'ldi. Barakalla.